Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi bemorni uyga jo'natyapmiz. Hozir bemorni operatsiya to'g'risidagi to'liq fikr-mulohazalarni bilishimiz mumkin. Tak, Nodirbek, mana Xudo xolasa bugun uyga ketasiz. Operatsiyani Shunday. boshingizdan o'tkazdirdiz. Sizni diagnozingiz tashqi va ichki gemoroy, qonash hamda tushish asorati bilan surunkali orqa anal yo'lmasi og'riq sindromi bilan operatsiya o'tdi mana. Operatsiya to'g'risidagi fikr-mulohazalaringiz qanaqa? Masalan, operatsiyadan oldin nima sababli bizga keldingiz? Qanday keldingiz? Kimdir tavsiya qildimi yoki kimdirdandir eshitdingizmi, internetdan ko'rdingizmi? Qanaqa shikoyatlar bilan keldingiz? Mana shu haqida to'liq gapirsangiz, sababi ko'pchilik gemoroydan qo'rqadi-da, doktorga borishdan uyaladi. Bir xil aytadiki, og'riq kuchli bo'ladi, qiynalaman, o'shaning uchun bormayman deyishadi. Sizni fikr-mulohazalaringiz orqali xalq orasidagi qo'rquv, ya'ni fobiyani kamaytirish, kasallarda masalan nima bo'ladi? Tibbiy bilim degan narsa borda, xalq orasidagi o'sha tibbiy bilimni sal bo'lsa ham rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shish. Shuning uchun fikrlaringiz, mulohazalaringizni batafsil aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Gemoroy menda oldindan bor edi. Bezovta qilmasdi. Shu ozroq nagruzka og'ir ko'tarish natijasida chiqib qolib keyin orqaga qaytmadi. Tromb hosil bo'ldi ya'ni. So'ngra keyin shu internet orqali qiziqdim. Misol YouTube, Instagram mana shu rivojlangan. O'shanda kuzatganimda sizni video roligingiz chiqib qoldi. Keyin sразу murojaat qildim, keldim, ko'rindim. Operatsiya jarayoniga keladigan bo'lsak, hech qanaqa og'riqlarsiz o'tdi. Suhbat ham o'tkazdik. Bu jarayonda misol belimdan past sezganim yo'q. Spinal anesteziya qilingan. Beldan past sezilgani yo'q. Shu operatsiyadan keyin shu ichkigincha biroz og'riq bo'ldi. Hozir mana ko'rib turganingizdek o'tirib turish hammasi joyida. Qarang, sizda operatsiyadan keyin e'tibor beradigan joyi borda. Axlat har doim operatsiya bo'lgan joyingiz bilan kontaktda. Oddiy misol, qo'limizda pichoq kesib ketdi, bir haftada bitadi. Uni spirt bilan tozalaymiz, leykoplaster yopishtiramiz. Akkuratni bitadi bir hafta 10 kunda. Lekin sizni jarohatingiz axlat bilan kontaktda bo'lganligi uchun hech bo'lmaganda 1-1,5 oy vaqt ketadi. Bu vaqt oralig'ida siz jismoniy ish qobiliyatingizni tiklagansiz, ishlab yuraverasiz bemalol. Faqat noqulaylik tug'iladi. Ya'ni og'irlik ko'tara olmaysiz, ko'p o'tira olmaysiz. Bir xil bemorlarimiz bor, o'tirish holatida ko'proq bo'ladi. Ya'ni yo shopir yoki ofis rejimida ishlaydi ular. Ular yarim soatdan oshib o'tirmasligi kerak. Yarim soat o'tirdimi, 5 minutga yotish kerak yo yurish kerakda, yana yarim soat o'tirib ishlasa bo'ladi. O'rtacha bizning bemorlar operatsiya bo'lgandan keyin bir hafta 10 kundan keyin spokойно ishga tushib ketadi. Faqat sal o'zini avaylagan holatda 1-1,5 oydan keyin to'liq jismoniy ish qobiliyatini tiklaydi. Yengil aqliy mehnat bo'ladimi yoki og'ir jismoniy mehnat bo'ladimi, 1-1,5 oydan keyin bemalol shug'ullansa bo'ladi. Bu vaqt oralig'ida pervaska qilib turasiz. Pervaska nima? Hojatdan keyin operatsiyadan keyingi jarohat sohasini tozalash kerak. Bitta perix bilan yuvib obработка qilasiz, metil uratsil yoki levomikol qo'yasiz, bo'ldi. Bir kunda bir mahal. Agar ichingiz 2 mahal kelsa, 2 mahal qilib turasiz. Boshqa xavotir oladigan narsa yo'q. Ko'pchilik dietani so'raydi. Dietada ichni qotirmasa bo'ldi. Xohlagan narsasini yeyish mumkin, to'ymasdan kam-kam. Ya'ni to'ymasdan to'xtatish kerak. Sekin-sekinlik bilan 1-1,5 oydan keyin bemalol keyin ratsional ovqatlanish qoidalariga amal qilib, xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Og'riq masalasi, og'riq bo'ladi, faqat hojat payti. Hojatdan keyin 10-15 kun davomida, operatsiyadan keyin 10-15 kun davomida biroz og'riq bo'ladi. U sekin-sekin kamayib o'tib ketadi. To'g'ri, boshida og'riq qoldiruvchi tabletka yoki ukolga muhtojlik sezilishi mumkin, lekin bu 10-15 kundan keyin diskomfortga aylanadi. Keyingi 10-15 kunlikda o'zi hech narsa qolmaydi. Ya'ni butunlay xalos bo'lasiz. Vaqtinchalik og'riq. Vaqtinchalik xolos bo'ladi. Shunaqa. Oldinlari gemoroy bilan operatsiya bo'lgan odam tanish bilishiga aytsa, bu operatsiyani umuman qildirmagin, dushmanimga ham ravo ko'rmayman, juda azoblandim. Orqamga qattiq ishlankani qo'yib qo'ydi, qonamaslik uchun ertasi kuni olib tashladi. Uni olish bir azob, operatsiyasi bir azob ekan. Shunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz doktorlar, patsientlar orasida. Natijada xalq orasida qo'rquv, fobiya paydo bo'lib qolgan. Lekin mana sizga o'xshab gemoroydan yengil operatsiya o'tib ketish mumkin, lekin buni hali ko'pchilik bilmaydi. Nimaga bu narsaga qaror qilganmiz? Aksariyat bemorlar 4-bosqichda keladi-da. Operatsiya qilmaslik iloji yo'q, bo'ldi, qilish kerak. Lekin ular 1-bosqich, 2-chi, 3-chi bosqichda ancha dori-darmon qilib, lecheniya qilib yurganda qo'rqib. O'shaning uchun ulardan iltimos qilamiz, mana bu qo'rquv hozir yo'q, bemalol vaqtida murojaat qilsa, kasalligini yengil qutuladi-da. Dori-darmon bilan lecheniya bo'lib ketish mumkin bo'lgan shansni o'tkazib yubormaydi.
Ha, o'tish Operatsiya jarayoni qilib, osonroq bo'ladi masalan, demoqchi. siz hozir operatsiya qildingiz, 2-3 kun больницada yotdingiz, ma'lum bir darajada mablag'ingiz ketdi. Agar siz mana shu narsani boshida qildirganingizda 4 ta 5 ta dori bilan uzog'i 300-400 ming so'm bilan yaxshi bo'lib ketgan bo'lardingiz-da. Ko'pchilik mana shu narsadan qo'rqib doktorga murojaat qilmaydi. O'shaning uchun maqsad fobiyani kamaytirish xalqni tibbiy bilimini ancha rivojlantirish. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Vipskada ham nomerimizni qoldirganmiz. Tushunmagan narsangiz bo'lishi mumkin yoki qanaqadir holat bo'lib qolishi mumkin. Bemalol aloqaga chiqavering. Uyda bo'lgan paytlaringiz bemalol aloqada bo'lib, yuzaga kelgan muammoni bartaraf qilib turamiz. Mana bu pervaskamiz. Mana masalan, ikingiz keldi, hojatga bordingiz. Hojatga borgan paytingiz axlatdan tozalash kerak orqani. Chunki operatsiya bo'lgan joyingizga axlat tegadi. O'sha payt margansovkali vanna qilasiz. Och, pushti rangli margansovkali eritma bilan uzog'i bilan 3-5 minut o'tirasiz. Lekin hozir margansovkani topish qiyin. Margansovkani o'rniga furatsilin. Bitta tabletkani yoki ikkita tabletkani yarim tog'ora suvga aralashtirsangiz yetadi. 3-5 minut o'tirasiz, keyin yonbosh bo'lib yotasiz, tizzalarni qoringa tortasiz. 3% periks sepiladi, pervaska qiladigan odam uyda bemalol kimdir qilishi mumkin, yaqinlaringiz. Keyin periksni sepgandan keyin quritish kerak bo'ladi. Uni quritasiz, keyin betadin bilan obrobotka qilasiz, keyin metil urasil yoki levomikol qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, mana shu pervaska. Agar siz Toshkentda bo'ladigan bo'lsangiz, 24-noyabr, 1-dekabr va 9-dekabrda kelib bitta ko'rsatib ketasiz. Agar viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, viloyatda o'sha kuni borib, xirurgkami, proktologkami bitta ko'rinasiz, o'sha paytda bizga telefon qilib berasiz, doktor bilan o'zaro gaplashib olamiz. Doktorga qanaqa operatsiya qilganimizni va sizda nima qilinishi kerakligini tushuntiramiz. Ular nazorat qilib turish kerak. Sababi, operatsiya bo'lgan joyingizni o'zingiz ko'ra olmaysiz, birovga ko'rsata olmaysiz. Axlat bilan kontaktda uni nazoratga olish kerak. Shu sababli doktor nazoratida bo'lib turasiz. Aytganimizdek, savollar bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz. Savollar yo'q, taklif bor. Misol shunday holatga tushayotgan insonlar va kuzatiladi bu. Nima demoqchiman men? Qanaqadir do'stlarni tavsiyasiga binoan emas, misol shu umrini bergan shu ishga, asosan shu kasbda o'qigan insonlarga murojaat qilgan yaxshi deb bilaman. Bu kun nimadir deyishi mumkin, yo'q sen borma. Undan qo'rqish kerak emas. Chunki oldin olgan yaxshiroq. Zo'rayib ketgandan ko'ra deb bilaman. To'g'ri. Masalan, sizniki ham u darajada rivojlanmagan. Ya'ni erta bosqichda keldingiz, mana yengil o'tkazdirdingiz-da. Og'ir bosqichda kelgan bemorlar sizga o'xshab o'tira olmaydi-da. Qiynaladi ancha. Yo'q, men ancha yaxshi eshitaman. Ancha yaxshi. Bemalol o'tirib. Yaxshi. Sizaqangi ochiq dil patsient bilan tanishganimdan xursandman. Ko'rgan kechirgani shu bo'lsa, boshqa kasal bo'lmang. Xuddi sizaqa sog'ligiga e'tibor beradigan, nima deydi, o'zini vaqtida doktorga murojaat qiladigan bemorlar ko'paysa, ya'ni kasallikni oldini olib, rivojlanmasdan bartaraf qilish kerak. Salomat bo'lasiz.